Ximikatli sredstvolasiz qo'lga zarar yetkazmasdan glyansiy mebellarga ham zarar yetkazmaydigan sredstvo tayyorlaymiz. Idishga 1 osh qoshiq salat yog'i, 2 osh qoshiq olmali uksus, olmali uksus bo'lmasa limonli uksus yoki oddiy uksusdan foydalansa bo'ladi. Idish yuvish gelidan 1 osh qoshiq solib yaxshilab aralashtiramiz. Bankaga solib, ustiga 1 litr qaynoq suv quyamiz. Yaxshilab aralashtirib, sal sovigandan keyin shunaqa dozatorli idishga solib, endi mebellarimizni usti oynali bo'lgan xolodilnik, mikrovolnovka, pechni usti oynalarni tayyorlab olgan spreyimizdan sepib artib olamiz. Tegganingizda dog'lari ham qolmaydi. Glyansiy laminirованный oshxona mebellarini ham mebellarga shikast yetkazmasdan tozalab olamiz. Mana ko'rganingizdek mikrovolnovka ustilarini ham, pech ustilarini ham yaxshilab artib oldim. Bu sredstvodan nimaga oldinroq bilib foydalanmaganimdan afsuslandim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib, saranjom sarishta kelinjonlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ketkazgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.